ta Chempionlar Ligasi, 4 ta La Liga, jami 26 sovrin. 10 yoshdan beri Real sharafini himoya qilib kelayotgan Dani Carvajal mavsum so'ngida jamoani tark etmoqda. 2002-yilda Madrid klubiga qo'shilgan bolakay futbolchilar orzu qiladigan davrlarni boshdan kechirdi. Bir mavsum ijara asosida Bayernda o'ynaganini hisobga olmasa, butun faoliyatini Realda o'tkazdi. Bundan 2 yil oldin u jamoasi bilan Chempionlar Ligasi va La Ligani yutdi. Tarkibdagi eng muhim futbolchilardan biri edi. Hattoki finalda hisobni ham ochdi. Yozda esa Ispaniya bilan Yevroda chempion bo'lib, oltin to'p uchun kurashda 4-o'rinni qo'lga kiritdi. Ammo bu futbolchining so'nggi pik davri bo'lib qoldi. O'sha yili Carvajal tizzasidan jiddiy jarohat olib 9 oyga safdan chiqdi. Bu esa Realni yangi 10 qanot himoyachisi izlashga undadi va 2025-yilning yozida klub Trent Alexander-Arnoldni o'z tarkibiga qo'shib oldi. Angliyalik himoyachining kelishi Danining maydondagi daqiqalarini keskin kamaytirib yubordi. Amaldagi shartnoma esa shu yozda o'z nihoyasiga yetadi. Carvajal klubni erkin agent sifatida tark etishi kutilmoqda. Futbolchi nafaqat asosiy tarkibdagi o'rnini berib qo'ydi, balki jahon chempionatiga borish uchun ham deyarli imkoniyat yo'qdek ko'rinmoqda. Afsuski, De La Fuente himoyachini tarkibga qo'shishi uchun Carvajal